Assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa Yi frameworkida Active Record ORMdan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, Active Record hali reliz qilinmagan, stabil holatda emas. Shuning uchun buni o'rnatish sal boshqacharoq bo'ladi. Xo'p, demak, oldingi darsdagi fayllarni yopamiz. Composer.json oxirida nima yozib ketsak bo'laveradi. Demak, Yisoft Active Record baland bo'ladi 3.0 dev. Xo'p, dev master qilib ham o'rnatsak bo'ladi buni. Lekin boshqa paketlar bilan, misol uchun Postgres, DB yoki migratsiyalar bilan bir xilda tushmay qoladi. Konflikt berib yuboradi. Shuning uchun biz hammasini endi bu yerdagilarni ham dev masterga o'tkazishimizga to'g'ri keladi. DB'ni o'zi qani bu yerda? O'zi yo'q ekan, menimcha. Postgres bilan birga o'rnatilgan shekilli. Xo'p, mayli. Hammasini bitta joyga olib kelib olaylik-da shuni. Yisoft DB dev master. Xo'p, alias qilamiz 1.3.0 sifatida ishlaydi. Postgresimiz dev master. Active recordimiz bunda. DB migration ham xuddi shunaqa dev master ekan. Endi composer update qilamiz. Shu so'roq vaqt olyapti. Mayli. Dokumentatsiyani o'qib turamiz. Demak, birinchi etapda biz yana bazaga ulanib olishimiz kerak. Paramsda ko'rsatyapti. Buni ham qildik biz. Bootstrapda connection providerga yozishni yoqmadi. Bootstrap o'zi yo'q ekan, demak qilmabmiz. Xo'p, shundan boshlaymiz ekan. Bu bo'lguncha commandda demak bootstrap php degan fayl ochamiz. Bu yerda shu bizni ilovamiz, applicationimiz ishga tushayotganda chaqirilish kerak bo'lgan funksiyalar. Shu yerda yozamiz. Xo'p, hammasini o'rnatib bo'ldi. Update qiladiganlarda update ham qilib bo'pti. Yaxshi. Xo'p, demak bu yerda nima qilyapmiz? Bootstrapdagi har bitta shunaqa funksiyalarga biz emas, framework konteynerda o'zi beradi. Bu dia konteyner bilan ishlaydigan narsa emas. Ya'ni xohlagan narsalarni yozsalar chaqirib bermaydi, faqat shu konteyner keladi bu yerda. Konteynerda ichidan keyin xohlagan narsalarni demak chaqirib olsalar bo'ladi mana bundek. Xo'p, biz hozir DB PHP ga o'tadigan bo'lsak, bu yerda connection interface nomli shu key bilan shu konfiguratsiyalarni yozganmiz. Dia konteynerga shunday qo'shilgan. Endi dia konteynerdan xuddi shu key nomi bilan biz yana chaqirib olyapmiz-da, keyin uni connection providerga set qilib yuboryapmiz. Xo'p, keyin set qilganimizdan keyin config plugin configuration faylga demak buni qo'shib olishimiz kerak. Xo'p, hozir konfiguratsiyani tugataylik, keyin yana modeldan boshlaymiz kelgan joydan. Config plugin Bootstrap. Ishlatib ko'ramiz.
ishlayapti menimcha, hammasi joyida. Hop, yana ham ishonch hosil qilish uchun bu yerga konteyner delete qilib ko'ramiz. Yo'q, demak ishlamabdi. Configurationdan keyin aytgancha composer depend автолоad qilish kerak edi. Konfiguratsiyada o'zgarish bo'lgandan keyin mana endi ishlar. Yaxshi. Bu yerda shu paketlarda bog'liqligi, har bitta paketda o'zining konfiguratsiyalari bor. Hammasini sizlar o'zingizlar bu yerda yozib chiqmasliklari uchun default parametrlar shu paketlarning o'zida konfiguratsiya qilingan. Shuning uchun demak konfiguratsiya o'zgartirish kiritgandan keyin composer do komandasini ishlatib olish kerak. Xo'p, bo'ldi, bu ishladi. Endi keyingisi model yaratishimiz kerak ekan. Xo'p, demak bu yerga emas, bu yerga model degan papka ochamiz. Bunda biz bu yerda user ekan, bizda endi user kerak emas, bizga kategoriya bilan post kerak. Shuning uchun kategoriya qilamiz. Hop, extend active record. Bu yerga biz filtrlarimizni yozishimiz mumkin kommentariyaga. Bu bor, keyin bir dona name bor. Hop, table name'da o'zi oladi. Yozish shart emas buni. Shu klassda nomidan o'zi topib oladi. Kategoriya bo'lgani uchun bizda kategoriya deb turib o'zi topib oladi. Shuning uchun buni qaytadan yozish shart emas. Hop. Keyingisi use magic property trait bor. Keyin use magic relations trait bor. Endi hozir ko'ramiz. db degan metodi bor. Shu db ni connection provider get connection interface class. Buni tipi yo'q ekan. Shunaqa qiladigan bo'lsak, demak bizda db sifatida mana shu connectionni qaytarib beradi. Biz buni connection providerga bootstrapda ichiga qo'shib qo'yapmiz. Xuddi shu yo'l bilan boshqa bazalar bilan, bir nechta bazalar bilan ya'ni ishlash mumkin bo'ladi bitta loyihani o'zida. Xo'p, hozir bu default turgan holati, ya'ni shunday turganda default turadi. Mana name default qo'shilgan. Agar bu yerdan ham ko'radigan bo'lsanglar, setda ikkinchi parametr bo'lib turib name yoziladi. Mana shu name'da demak self default turibdi. Chaqirilayotganda ham bu yerda default bo'yicha self default turibdi nomi. Boshqa bazalar bo'ladigan bo'lsa, birdaniga bir nechta bazalar ishlatmoqchi bo'lsak, demak ikkinchi parametrni ham ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa doim bitta ustiga yozilib qoladigan bo'lib qoladi. Xo'p. Demak buni hozir o'chirib yuborsak bo'laveradi, chunki active recordni ichida bu narsa o'zi turibdi. Endi xuddi shunga o'xshagan yana bitta klass yaratamiz bu postlarimiz uchun. Endi postlarimizda bizda int kategoriyada ham bor. Hop, bu bilan ishimiz tugadi bizni. db bilan ham ishimiz yo'q. Composer bilan ham bizga endi kontroller kerak. Hop, demak indeksdan boshlaylik. Endi buni o'rniga biz yozamiz. Active query midi? Active query. Bunga air classni berishimiz kerak. Qaysinaqa bo'yicha ishlashini post bu. Class. Bu yerdan уже yozib ketsak bo'laveradi. And where hammasini olamiz bu yerga, shuning uchun bu yer shart emas.
bu zaprosimizni amalga oshirib ko'ramiz endi. Hmm. To'g'ri. Nimaga? Chunki bizning modelimizni menimcha massiv ko'rinishga keltirib ololmadi. Ko'ramiz. Bu yerda lekin bor. Lekin yo'q. Demak, formatlaymiz ekan buni. Array map orqali qilsak ham bo'ladi. Array map function bizga keladi post va biz qaytaramiz unga id post id name post name. Ikkinchi parametrga biz massivni beramiz. Modellarimizni ro'yxatini statik qilib qo'yamiz. Sal chiroyliroq ko'rinishga keltiramiz. Bo'lsa bo'ladigan. Tamam. Endi mana bizga kerakli holatga tushdi. Yaxshi. Faqat kategoriyaga yetishmayapti, uni ham qo'shib qo'yamiz endi. Category id post category id. Tamam. Endi create hozir qilmaymiz. Bir dona post olishdan xuddi shu ko'rinishda qilamiz. New active query postdan olamiz. Ishlatamiz. id 1. Bu mas'uliyat chiqamiz. Xo'p, exception chiqardi. Bu exception endi nima deyapti? Ha, to'g'ri. Yana xuddi shu holat. id post id. Bu hozir postligini bilmayapti. Post bo'lishi uchun ya'ni PHP store'imizga buni postligini bilish uchun PHP store'imiz komment yozib qo'yishimiz kerak. Category id. Keyin name post name. Yaxshi, hammasi ishladi. Endi bizga kerak delete bilan create. Bizda CRUD degan narsa hosil bo'lishi uchun. Buni nima qilib qoldi? O'tib ketdi. Xo'p, post service interface bizda create bor ekan, servislarimiz bor ekan bizda. Post service. Post repository ham bor ekan o'zi. Yaxshi. Create qilish o'zi repository vazifasi emas, shuning uchun xo'p, post service create. Create post create input category. Ozgina soddalashtiramiz ekan. Biz inputimizni bular odatda bunaqa bo'lmaydi. Bizga aslida arrayable interface ham kerak emas, trade ham kerak emas. Chunki biz massivga o'tkazmaymiz buni. Bular ham hozircha kerak emas. Faqat post bilan ishlab turamiz. Post service da post create input. Inputni berish kerak bu. Interface'ni o'zidan yozib qo'yamiz. Va bu void emas, bizga post qaytarish kerak. Post set id with commentlar kerak emas. Bular ham kerak emas. Create repository
ishlatmaymiz. Hop. Post service create input. Va postimizni xuddi bunga o'xshab turib yana orqaga qaytarib yuborishimiz kerak. Yaxshi, bu yerdagi hammasi ishni tugatdik. Endi faqat servis qoldi. Demak, post teng new post name teng input name post category id teng input. Inputda category id yo'q ekan. Shuni qo'shamiz ekan demak. Xo'p, bu yerdagilar narsalarni ham ochaveramiz oshchalarda. Category id public int null category id. Required integer bo'ladi. Category id. Hop, if post save agar saqlanmasa, demak throw new server error yo'q ekan. Qanaqadir error bormizmi? Bed request bor ekan. Mana bed request ishlab turamiz. Aslida o'zi server error deb qaytarishimiz kerak. Nima uchun validatsiya error deb emas? Chunki biz validatsiyadan o'tkazyapmiz bu yerda. Bu yerdan validatsiyadan o'tkazyapmiz, keyin server tarafda qanaqadir xatolik bilan, biz aybimiz bilan, ya'ni serverdagi kodni aybi bilan buni yaratib ololmayapti. Cannot, shuning uchun server error berish kerak edi. Cannot save post. Return post. Agar saqlanmasa, demak exception beradi. Saqlab o'tib ketadigan bo'lsa, buni shunchaki orqaga qaytarib berar. Demak, deb yuboramiz. Invalid definition class post service does not have any public properties. Bunaqa narsalar qilgandek ekan, shuning uchun bo'lmadi, ishlamadi. Buni qisqacha yo'lini yozamiz demak. Endi ishladi. id turi bilan, demak bizda create bo'ldi. Tamam. Hop, endi delete. Delete ni ham servisga o'tkazsak bo'ladi. Shart emas. Mana servisga o'tkazib qo'yamiz. Bizdan nima ketdi? Demak, public function delete int keladi bizga postni id'si va orqaga qaytaradi hech narsa. Uni realizatsiya qilamiz endi. Realizatsiya qilishdan oldin servisni bu yerda ham olamiz. Demak, service delete id. Tamam. Bunday qo'ysak mana. Delete timiz bor. Realizatsiya qilib qo'ysak bo'ldi endi. Demak, post new emas. New active query. Post. Delete'imiz yo'q bu yerda. Avval uni find qilib turib, keyin o'chirib yuboramiz bu yer. id post shunchaki delete. Buni postligini tanimayapti. Post and delete.
Hop, yuboramiz. Bizga xatolik berdi. Active query delete yo'q deyapti. Ha, o'ng qolib ketibdi. Bo'ldi, bizga no content keldi. 204 success. Bazadan ko'ramiz. Bizda ikkinchi postimiz JavaScript o'chib ketgan bo'lishi kerak. To'g'ri. Endi buni boshqacharoq yo'li bor. O'chirishda to'g'riroq yo'li deymizmi? Konstruktor orqali biz connection'da olamiz. Hozir buni pastidan yozib ketaman. This connection create command yoki delete create command orqali qilsak ham bo'ladi. Delete from hozir boshqacharoq yo'li bor edi, shuni ko'ramiz. Topolganimcha 1 minut pauza qilib turaman. Bo'ldi, topdim. To'g'ri qilayotgandik ekan, faqat ozgina adashibmiz. Delete. Demak, davomidan yozib ketishimiz kerak edi ekan bu yerda. Delete qaysi tabledan o'chirishimiz? Post tabledan o'chiramiz va bu yerda condition id va oxirida demak execute. Find qilmasdan, select qilmasdan turib, keyin to'g'riroq select qilmasdan o'chirib olish birdaniga. Birinchi postni o'chiramiz. Bu ham o'chdi, muvaffaqiyatli. Bo'ldi. Demak, darsimiz uzayib ketyapti ekan. Update ham xuddi shunday qilishimiz mumkin. Demak, avval uni select qilamiz, olamiz. O'zgaruvchi qiymat property'larni o'zgartiramiz. Misol uchun name JS post, keyin save qilib qo'yamiz. Tamom, shu bilan bizni update'imiz ham amalga oshirilgan bo'ladi. Buni o'zingizlar qilishinglar mumkin. Sizlarga vazifa bo'lib qoladi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.